Allah Taala Qur'on Karimning qanday bir yerida sizlar musulmon bo'lsanglar, menga ishonsanglar, payg'ambaringizga iymon etsanglar, ma dunyoda hech qanday qiyinchiliklarga yo'liqmaysizlar dedi. Ma dunyoda rahat ko'rsizlar dedi. Hayotning ma'nosini Alloh subhanahu va taolo bizga nayt go'zal shaklda, nayt to'g'ri shaklda bizga bergan. Aql egalari buni izlab islomdan topgan bo'lsa, uning qalbi arom topadi. Ammo islomdan topmagan bo'lsa, vaqtlik arom topganda qilgan bo'lsa-mu, yana qalbi arom topmaydi, yana hayotdan xushallik topolmaydi. Allah bo'lsa nima uchun bu musibatlarga, buncha zulmga yo'l qo'yadi? Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum. Biz bugün dersimizde bir sualdan başlayalım. Çünkü bazı yaşlardan şundaq sual kelyapti. Hayatning ma'nosi nima? Biz nima uchun yashaymiz? Degan savol keldi. Amaliyotda bu savolning kelishi bu yigitlarning, bu yoshlarningki o'yindiganligi, shundaqla aql egalari ekanligini bildiradi. Chunki insoniyat qaranglar, bunda cho'ng jihatda 3ga bo'linadi. Birincisi bo'lsa, bir narsani biladi, o'ylaydi, lekin o'ylab bir narsani bilgan bo'lsa-mu, haqiqatni tuniyolmaydi. Ular osmon zaminni o'zini bekorga yaratildi deb o'ylaydi. Ular kimlar? Kafirlar. "Ve ma halaqnas samaa vel arda ve ma beynehuma batila. Zalika zannul-lezina kafaru" deydi Alloh taolo. Biz osmon va zaminni bekorga yaratmadik, lekin ana shunday osmon va zaminni o'zini bekorga yaratildik, nishonsiz, g'oyasiz yaratildik deb qaraydigan kishilar bo'lsa, mana bu kafirlarning o'yi, kafirlarning gumoni deydi. Bu birinci türlü kişiler. Yani ikinci türlü kişiler var dünyada. Ularınki bizga o'xshash ko'zi va, aqli va, xuluqi va, ya'ni tafakkur qila oladi. Lekin ular o tafakkurdan iborat bu ne'matni ishlatmaydi. Ya'ni o'ylanmaydi. Yeydi, ichidi, o'ynaydi. Uning xiyolida faqat o'ynashlan bor, yeyishlan bor, kiyishlan bor, ichishlan bor. Men bu hayotga nima ishga keldim? Bu hayotning ma'nosi nima deganga o'xshagan bu savolni o'zidan so'maydi. Bu türlü kishilarni Qur'on Karimda Alloh taolo sifatlab, lahum qulubul la yafqahuna biha. Ularninki qalbi bor, lekin ular qalbida bir narsani tushunmaydi. Ya'ni tushunish uchun ishlatmaydi. Va lahum a'yunul la yubsiruna biha. Ularning ko'zi bor, lekin ularning ko'zi ko'rmaydi deydi. Qaranglar, ma ko'zninki bir narsaning ko'rishi ko'rganlik emas. Bir narsani ko'rib, uning keyindagi ma'noni ko'ralsa, ondan keyin ko'rgan bo'ladi. Bizga o'xshash ko'zda ko'rgan narsani hayvonmi ko'radi-ku? Bizga o'xshash quloq anglagan narsani hayvon anglaydi. Lekin ma insonning farqi bir narsani ko'zda ko'rgan bo'lsa, ma narsani kim akeldi, nima uchun akeldi deb buni so'raydi, surishti qiladi. Shunga Alloh taolo ularning ko'zi bor, ko'rmaydi degani faqat ko'rmaydi degan gap emas, ko'zi ko'radi, lekin ko'rgan narsaning keyindan keladigan savollarni so'ramaydi. Ularning quloqi bor, lekin anglamaydi deydi. Ya'ni quloqi bor, har xil chaqmoq chaqqanni anglaydi, har xil ovozlarni anglaydi, lekin bu chaqmoqni kim chaqtiryotdi degan uning keyiniga o'tmaydi. Ulaika kal an'am deydi Alloh taolo. Ular hayvonga o'xshaydi deydi. Nima uchun hayvonga o'xshamasin? Chunki ular quloqini, ko'zni, og'izni, yurakini faqat hayvonga o'xshash ishlatdi. O'yinishga, tafakkur qilishga ishlatmadi. Alloh taolo ularni yana tushuntirib, balhum adal. Balki ular hayvondan bak ozg'unroq deydi. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo ular hayvonga o'xshash deb bo'lgandan keyin, balki ular hayvondan ozg'un dedi. Chunki hayvonning o'ylanmasligi, tafakkur qilmasligi notabiiy ahvol. Chunki uningda aql yo'q, tafakkur yo'q. Ammo insonda hayvondan ortiq aql va tafakkur bor turib, xuddi hayvonga o'xshash ko'rgan narsalardan lazzatlanib, uning keyniga o'tmasa, ig'izda bir narsani tetib, uning keyniga o'tmasa, quloqida bir narsa anglagan bo'lsa-mu, lekin u anglagan narsaning keyniga o'tmasa, ya'ni tafakkur qilmasa, o'ylanmasa, ulaika kal an'am balhum adal. Balki ular hayvondan ozg'un deydi. Chunki ularda hayvondan ortiq bir narsa bor, aql va tafakkurdan iborat, uni ishlatmaganlik uchun hayvondan bir daraja tuanga o'chib ketadi. Bular kimlar desanglar, Alloh taolo bularning ismini qo'yib qo'ydi Qur'on Karimda. Bular bo'lsa ulaika humul g'afilun. Bular g'aflatli kishilar. Ya'ni jamiyatimizdagi hech narsa haqida o'ylanmaydigan, tafakkur qilmaydigan, men dunyoga nima uchun keldim, mening vazifam nima, bu hayotning ma'nosi nima deb buni so'maydigan kishilar bo'lsa, bular g'afillar deydi. Ham uchinchi turli kishilar bor. Bular kimlar desanglar, va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Ular o'ylanadi. Osmonlar haqida o'ylanadi, zamin haqida o'ylanadi, ma hayot haqida o'ylanadi. Bunda hayot qarab boqadigan bo'lsa, nurg'un buvoqlar tug'iladi bir kunda. 250 ming atrofida. Ya'ni 250 ming atrofida nurg'un kishilar ketadi ma hayotdan. Qarab boqadigan bo'lsak, necha ming yil bo'libdi. Nurg'un odamlar ketibdi. Biz mahayatdan ketadiganmiz. Bizning ismimizni biladigan eng oxirgi odam mahayatda o'lgandan keyin biz mahayatda hech yashamagandek bo'lamiz. Buning qarab bir aql egasi, bu mening mahayatda nima vazifam bor deb so'rashi kerakmi, kerak emasmi? Kerak. Alloh taolo va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard. Robbana ma xalaqta hada batila. Ular bo'lsa ana shunday o'ylanadi, tafakkur qiladi. Men hayotda nima uchun bor, hayotning ma'nosi nima deb buni so'raydi va shundaqla ma xalaqta hada batila. Buni bekorga yaratmading ey Alloh deydi. Yani bu bekorga kamidi, ma hayot bekorga kamidi, ma quyosh bekorga kamidi, ma suv bekorga kamidi
deb bu haqda o'ylandi deydi. Bular kimlar? Alloh taolo bularning ismini Qur'on Karimda ulul albab, ular aql egalari dedi. O'sha yoshlarning ichidan men hayotda nima uchun bor? Hayotning ma'nosi nima? Degan o'xshagan savollarni so'ragan yoshlar bo'lsa, dal Qur'on Karimda ularni dedi aql egalari deb isbotladi. Darvaqa aql egalari buni so'rash kerak. Chunki qarasak hayot o'tadi, bir narsalarga erishamiz, oxirida o'lib ketamiz. Agar o'limdan keyingi hayotni, bu hayotning ma'nosini bilmasak, bu hayot ajoyib bir tetiqsiz holga kelib qoladi. Shuning uchun tarixdan buyon aql egalari bu savollarni so'rab kelgan. Aql egalari bu haqda nurg'unlagan maqolalarni yozgan, kitoblarni yozgan. Bu aql egalarining ichidagi birinchisi kim? İbrahim alayhissalom. İbrahim alayhissalom ana shunday bir butparast oil dunyoga kelgan bo'lsa-mu, iz qala li abihi va qawmihi ma ta'budun. İbrahim alayhissalom dadisiga: "Ey dada, ey qavmim, sizlar nimaga ibodat qilyapsizlar? Bu toshdan yasalgan bir butga ibodat qilyapsizlar. Nimaga ibodat qilyapsizlar?" deb uni bir so'g'an. Bo'lmasa İbrahim alayhissalommi boshqa yoshlarga o'xshash o'ynab ketaveradi. Lekin İbrahim alayhissalom aql egisi bo'lg'achqa, iz qala li abihi va qawmihi ma ta'budun. Nimaga ibodat qilyapsizlar? Qalu na'budu asnaman fanadallu laha akifin. Biz mana bu shundaq butga ibodat qilyapmiz. Bundan keyin mana shundaq butga ibodat qilib davomlashtiramiz deb javob berdi. İbrahim alayhissalom: "Hal yasma'unakum iz tad'un?" Chaqirsanlar, duo qilsanglar anglamdi. "Aw yanfa'unakum aw yadurrun?" Sizlarga biroz ziyon yoki foyda yetkazalamdi. Hammasi so'g'anning alomatidir mu shu? So'g'andan keyin qavmim dedi: "Qalu bal wajadna aba'ana kazalika yaf'alun." Balki biz ota-bobolarimizni shundaq topdik, qarasak ota-bobolarimiz shundaq ibodat qilib kelibdi, shunga biz ibodat qildik deb buni qo'ydi. Mana mushu iddoni qo'ygandan keyin İbrahim alayhissalom bu iddaga qanoat qilmadi. Eng oxirida qanday qildi? Hidoyatni topdi. Demak, Qur'on Karimdagi aql egalari ana shunday hayotning ma'nosini so'raydi. Tarixdan buyon qarab baksak, buning o'xshash misollar nihoyatda ko'p. Hatto dinsiz bo'lgan aql egalarimi bu haqda ajoyib izlanadi. Masalan, Viktor Franklinning bir kitobi bor mush haqda. Hayotning ma'no izlash deydigan mush mazmunda bir kitob bor. Bu odam asosliq bu kitobni yozish va mush kitobdagi asosiy mazmunlardan birisi bu hayot bir ochiqqa to'lgan deydi. Agar biz hayotdan ma'no topmasak, bu ochiqni ko'tarolmaymiz degan mazmunni o'ttirib qo'ydi. Badii'uzzamon Said Nursiy shu fikrni o'ttirib qo'ydi. Ya'ni hayot kofirning ko'zi bilan qaragan vaqtimizda bir motamxona. O'ylab baqala, ko'z oldimizdagi umoq bolalarimizdan chuqum ayrilamiz, ulab ketamiz. Omroq onamizdan ayrilamiz, ular ulab ketadi yoki biz ulardan bir ulab ketamiz. Bu dunyo mana shunday ayrilishga to'lgan va shundaqla ma hayotda qiyinchilik, imtihon, sinoq, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lmasin, mayli ruhiy jihatdan bo'lmasin, mayli jismoniy jihatdan bo'lmasin, har xil jihatdan insonga turli sinoqlar keladi. Agar biz ma hayotning ma'nosini tushunib, ana shunday kelgan sinoqlarga, imtihonlarga bir ma'no berib, ha ma sinoq mana uchun kelibdi, bu hayotning ma'nosi mundaq ekan deb unga bir javob topmasak, ma hayot ajoyib bir azobli, xuddi Badii'uzzamon aytgandek, bu hayot bir motamxonaga o'xshaydi. Bu sababdan aqlli insonlar ma hayotdan ma'no izlashni to'xtamay tirishgan. Bu hayotdan ma'no izlash bizni hidoyatga yaqinlashtiradi. Masalan, Rossiya adabiyotining ruhiy Turkiya deb qaraladigan mashhur yozuvchi Tolstoyni ba'zanlar bilishinglar mumkin. Tolstoy ba'zanlar tarixini o'qigan bilishinglar mumkin. Rossiyadagi bir oqsumak oilasi dunyoga kelgan. Dadisimi general, uning dadisimi general, shunda boy bir oilada dunyoga kelgan. Bu yosh vaqtida shunda roman, har xil kitoblarni yozib, ajoyib mashhur bo'lgan. Ammo ana shu 26 yosh kirgan vaqtida u odam ana shunda hayotning ma'nosini so'rashga boshlagan. Bu hayotning ma'nosi nima? Men nima uchun keldim? Shunday shuhrat qozondim. Boy oilada tug'ilibdimi? Endi oxiri o'lib ketsam, bu hayot zodi menga nima demakchi? Bu hayotning ma'nosi nima degan bu savol kallasida taqilgan bo'lsin, lekin izlanmagan. Ammo 50 yosh kirgan vaqtida, ana shunday shuhratning eng cho'qqisi yetgan vaqtida bu odam endi men o'limga yaqinlashdim. Endi bundan keyin men hayotning ma'nosini topmasam bo'lmaydi deb butunlay izlanishga boshlagan. Chunki bu odam baytin degandek hissiyotining hali yuqori ballisida edi. Turmushi bayashat edi. Shuhrat bo'lsa butun dunyoga taqilgan shuhrati. Hamma odam hozirmi biladi, shu vaqtda butun dunyoga taqab bo'lgan. Shuhratga erishdi, mol dunyoga erishdi, endi o'lib qolsa, hayot bu yerda kesilsa, bu qanday bir hayot bu deb ajoyib ma'nisiz tuyulgan. Hatto bolasini maktabga berishdimi, bermaslikni o'ylashgan. Nimishqa bolangizni maktabga bermaysiz deb so'ragan vaqtda bu odam shunday deydi. Bolani maktabga bersam nima bo'ldi degan. Yaxshi o'qiydi. Yaxshi o'qisa nima bo'ldi degandan keyin, sizga o'xshash yozuvchi bo'ldi, dangliq odam bo'ldi degan. Dangliq odam bo'lsa nima bo'ldi degandan keyin bu savolning oxiridan bir javob topolmagan. Dangliq odam bo'ldi, oxiriga o'lib qolib tugisa, bu hayotning ma'nosi nima deb mana shunday izlanishga boshlagan. Hatto ba'zilar bu odamga har xil ish qilish to'g'risida taklif bergan vaqtidami, qilayli, qilsak nima bo'ladi? Mashhurimiz, pul topamiz. Undan keyin nima bo'ladi? Bunun keyindagi javobni bilmagan. Bu odam bu savolning javobini tepish uchun eng avval ilm-fandan izlagan, ammo ilm-fandan yetarli javob topolmagan. Ikkinchi qatim falsafadan izlagan. Ammo falsafadanmi yetarli javob topolmagan. Uchinchi qatim do'stlarining hammasini yig'ib, ularni har xil turga ayirib, ular orqali haqiqatni topishga tirishgan. Lekin u yerdan topolmagan. To'rtinchi qatim dinlar haqida izlanishga boshlagan. Va oxirida bir tangri bor ekan, mohiyatni bir tang yaratibdi deganga ishongan. Ammo o'zi yashagan shu davlatdagi xristian diniga kirgan va cherkovda necha yil turgan va yez turmushiga
o'tib yez turmushida ana shu cherkovlarning tavsiyasi bo'yicha oddiy soddiy yashagan. Lekin 3 yil u yerda shunday yashagandan keyin, ya'ni cherkov bilan ba'zi bir ziddiyatlar kelib chiqqan, ba'zi savollarga javob topamagan, qalbi cherkovdagi papazlarning ba'zi ishlariga rozi bo'lmagan, cherkovdan chekinib chiqqan. Va shundaqla cherkovning ba'zi salbiyatlarini so'zlagan cherkovdagilar bo'lsa Tolstoyni dindan chiqib ketdi deb e'lon qilgan. Lekin Tolstoy xristian dindan chiqib ketgan bo'lsa-mu, Alloh bor ekan, bir Tangri bor ekan degan bu ishonchidan aslo yanmagan. Ya'ni haqiqatni tepish uchun, ya'ni hayotning ma'nosini tepish uchun yana izlangan. Budda dini haqida izlangan. Eng oxirida islom dini haqida izlangan. İslam dini haqida izlanib, islom dinininki hayotga bergan ma'nosiga ajoyib hayron qolgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hayotiga ajoyib hayron qilib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hikmatlari, arabcha Hikam-u Muhammad deydigan bir kichik bir kitobchini yozib chiqqan. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamninki hadislari to'plangan bir kitobchini yozib chiqqan. Hayotining oxirida aniq musulmon bo'lganmi va yoki musulmon bo'lmaganmi bu aniq emas. Qur'on Karimni ruschaga tarjima qilgan ayol Tolstoyni musulmon bo'lgan deb qaraydi. Ba'zi tadqiqotchilar musulmon bo'lgan deb qaraydi. Bu aniq emas. Lekin bizning bu yerda demoqchi bo'lganimiz nima degan vaqtda bir aql egasi chuqur hayotdan ma'no izlaydi va izlashi kerak. Agar biz hayotdan ma'no izlamasak, hayotning ochiqlariga biz bardoshlik berolmaymiz, hayotdan zirkimiz. Hozirgi ko'pincha yoshlarningki qarab boqadigan bo'lsak, bularda hayotdan bir xil zirkish, qalbining ichida ajoyib bir xil bo'shliq bor. Buning asosiy sababi nima desa, hayotga to'g'ri ma'no berilmaganligi. Hayotga to'g'ri ma'no berilmagandan keyin, hayotni tushunamagandan keyin, qalbiga huzurni boshqa yerlardan izlagan bo'lg'achqa, qalbidagi u bo'shliq qonmay, eng oxirida hayotdan zirkadigan, hatto o'lib o'lish xohishiga keladigan ahvollar bo'lmoqda. Buning sababi nima desa, ana shu hayotdan ma'no izlashning natijasida to'g'ri yakunga borolmaganlik sababidan bo'lgan. Amaliyotda biz musulmon bo'la sifatimiz bilan islom dinimiz bizning hayotimizga, ya'ni hayotga allburun ma'no berib bo'lgan. Qur'on Karim hayotga 2 dona oyat bilan uch ma'no bergan. Birinchisi bo'lsa, Alloh taolo Qur'on Karimda xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana mush oyat orqali Alloh taolo hayotning ma'nosini bergan. Hayotni va o'limni Alloh taolo sizlarning qaysinglar yaxshi amal qiladi, imtihon qilish uchun yaratdi dedi. Hayot imtihondan iborat. Hayotning ma'nosi bu, hayotning g'oyasi bu. Biz bo'lsak bu hayotdagi imtihon berguchilar. Ba'zilar deydi, nima uchun menga ziyon bo'laveradigan-do, nima uchun menga qiyinchilik keladigan-do, nima uchun menga unda bir xil besimlar keladigan-do deb o'zining beshiga kelgan qiyinchiliklarni qaqshiganligini ko'ramiz. Alloh taolo Qur'on Karimning qanday bir yerida sizlar musulmon bo'lsanglar, menga ishonsanglar, payg'ambaringizga iymon etsanglar, men dunyoda hech qanday qiyinchiliklarga yo'liqmaysizlar dedi. Men dunyoda rahat kursizlar dedi. Dal aksicha wala nabluwannakum bi shay'in minal khawf. Biz sizlarni chuqum imtihon qilamiz ma hayotda. Nim bilan bi shay'in minal khawf, qo'rqinch bilan, ya'ni ruhiy sinoqlar bilan, val ju' ochliq bilan, xuddi bugun kunimizdagi g'azzaga o'xshash, va naqsim minal amwal, iqtisodiy jihatda ziyonni uchirtish orqali imtihon qilamiz. Val anfus, balanglarni elib ketib, ananglarni elib ketib, dadanglarni elib ketib, mana shunday o'lim musibati va shunga o'xshagan har xil joniga keladigan musibatlar orqali sizlarni imtihon qilamiz dedi. Demak, bir musulmon hayotga mana mush oyat bilan qaragan vaqtida o'ziga mayli qo'rqinch jihatda bir imtihon kelsin, mayli ochliq jihatda bir imtihon kelsin, mayli iqtisodiy jihatda bir imtihon kelsin, mayli jon masalasida bir imtihon kelsin, mayli vathamarat, yezigilik, ziroat masalasida bir imtihon kelsin, nima deb tushunadi? Alloh meni imtihon qilib o'tibdi deb tushunadi. Alloh taolo bizni mana bu shunday imtihon qilib nima qilmoqchi? Va bashiris sabirin, ya'ni hayotda har xil qiyinchiliklarga uchragan, iqtisodiy ziyonga uchragan, ruhiy ziyonga uchragan, shundaqla jonga munosabatli har xil ziyonlarga uchraganlarga jannat bilan bishorat bergin. Agar qanday qilsa ular as-sabirin, sabr qilsa, uning qarta isyon qilmasa, nima uchun menga shunday ziyon keladi deb qaqshimasa, Allohga har xil osiy gaplarni qilmasalam, sabr qilsa, ya'ni Alloh menga bu musibatni beribdi. Men qo'limdan keladigan ishlarning hammani qilgan, mening irodamning sirtida bu ziyon kelgan bo'lsa, Alloh sen ko'rib turibsa, men sendan rozi deb qalbimizdan mana shunday rozi bo'la olsak, Alloh taolo va bashiris sabirin. Ularga jannat bilan bishorat bergin. U shunday kishilarki, allazina iza asabatuhum musiba, ularga bir musibat kelsa, qalu inna lillah. Ya'ni ularga mayl ochliq o'xshash, mayl qo'rqinch o'xshash, mayl iqtisodiy ziyon o'xshash qanday bir musibat kelsa, inna lillah. Biz Allohning deydi. Ya'ni ruhini tushira olmaydi, qaqshimaydi. Va inna ilayhi rajiun. Biz Allohga qaytamiz. Ya'ni bizga bergan pulni Alloh berdi, iqtisodni Alloh berdi, jonni Alloh berdi, og'inimi Alloh, berganimi Alloh deb qalbida birish bilan elishda o'xshash rozimanlikni shakllantira oladi. Ulayka alayhim salavatun min robbihim rahma. Ana shundaq kishilarga Allohdan kelgan musibatdagi ana shundaq sabr qilib qalbida isyon bo'lmagan kishilarga Allohdan bir omonlik, rahmat bo'ladi. Va ulayka humul muhtadun. Ular bo'lsa to'g'ri yo'lda mangan kishilar. Musulmon hayotga
mana mushundaq qaraydi. Dunyoda uning boshiga qanday bir musibat kelsin, ma hayotning mohiyati bu. Bu imtihon maydoni. Buni qaqshimaymiz. Qo'limizdan kelgan hamma ishni qilgan bo'lsak, bizning savalli kelgan bo'lsa, men ma ishni qilmabdimi ekan deb undan izlaymiz. Chunki Alloh taolo har bir ishni sababga bog'ladi. Bizning irodamizning sirtida biz shunda diqqat qilib turib ba'zi bir imtihonlar sınaqlar kelgan bo'lsa, inna lillah. Biz Allohning, mal mulkimiz Allohning, bolalarimiz Allohninki va inna ilayhi rojiun. Biz Alloh qaytimiz deb mana shunday sabr qila olsak, Alloh taolo bizni nafs bildi, muhtadun, to'g'ri yo'lda mang'uvchilar deb sifatlaydi. Va shundaqla bir musulmon hayotga mana shunday ma'no bergandan keyin beshiga kelgan mana shunday musibatlarga mana shunday ma'noni berib, qalbida rohatlanadi, dunyoda azoblanmaydi. Chunki uchirgan musibatning hammasining mukofotini jannatda oldiganligiga ishonadi. Bugungi kunimizda bo'lib yoshlar ba'zi ishlarni tushunmaydi. Bizning vatanimizda bo'layotgan zulmlar, G'azada bo'layotgan zulmlar, dunyoning har taraflarida bo'layotgan shundaq biz aqlimiz bo'yicha to'g'ri tushunmaydigan ba'zi ishlar bo'lgan vaqtida dunyoda dindan yenib ketish nisbati yuqori bo'ladi. Nima ishqa desa, masalan sizlar to'rdan ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Alloh bo'lsa nima uchun bu musibatlarga, buncha zulmga yo'l qo'yadi deydi. Agar biz hayotga to'g'ri ma'no bermagan vaqtimizda bu savol kallamizga taqiladi-da, rost Alloh bo'lsa nima uchun bu zulmga yo'l qo'yadi? Nima uchun to'smaydi deb tushunamiz. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo bu hayotni bizga nima dedi? Bu hayot nima? Imtihon. Asli u zulm qarshi bizning mas'uliyatimiz to'sash. U zulmlarni to'sash, u zulmlarga qarshi turish asli shu musulmonlarningki bizning ustimizga tushgan mas'uliyat. Biz ana shundan imtihon qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bizni imtihon qilish uchun bu dunyoga mana shunday yaratdi. Ba'zilarni zolim qildi, ba'zilarni mazlum qildi. Kim ana shunday zulmga qarshi turadi? Kim zulmga taslim bo'ladi? Kim zolimga moyil bo'ladi? Kim zolim qancha kuchli bo'lsa-mu, zolim qarshi turadi? Bularni ayirish uchun kim savrchan, kim mujohid, kim qo'rqinchoq, kim jannatga ishonmagan gibi rostchil buni ayirish uchun mana shunday hadislarni qiladi. Va buni Alloh taolo Qur'on Karimda ayt ochiq qilib, "Va lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina va nablu akhbarakum" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga ergashgan sahobalarimiz dal mana shunday savollarni so'ragan. Ey Allohning elchisi, sen Allohning elchisi emasmi? Bizga mana mushuklar ajoyib zulmlarni qilib ketdi. Allohga bir duo qilsang bo'lmamdi? Bizga Alloh taolo yordam qilsa bo'lmamdi? Ma zulmni beshimizdan ko'tarib olsa bo'lmamdi? Sen Allohning elchisi tursan deb bu savolni qo'ygan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam degan, bu hayotning imtihon ekanligini ularga tushuntirib, sizlar oldirib qolasizlar, mana shunday savr qilolmaysizlar degan. Va mana shunday munosabatlik Alloh taolo sizlarning ichinglardan kim mujohid, kim savrchan, ya'ni kim u zulm qarshi tiz bukmaydi, zulm qarshi tik turadi, zulm qarshi kurash qiladi va shundaqla u zulm qarshi savr qiladi, iymoni yanmaydi. Mana shuni bilish uchun sizlarni mana shunday ishlar bilan imtihon qilamiz deydi. Qarab baqadigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bu imtihonni ma yaqin hayotimizda bakchiq ilg'liq. Buning hammasi bir imtihon asli. Bizning pozitsiyamiz, bizningki iymonimiz buningda oshkor bo'ladi. Masalan, qarab baqili, o'sha G'azza masalasi bo'lsin, bizning vatanimizda bo'layotgan masalalar bo'lsin, nurg'un munofiqlar o'tirg'i chiqdi. Biz ilgari voy musulmon davlati, voy musulmon degan kishilar o'zining munofiqligini oshkor qildi. G'azza masalasi mana shunday bo'ldi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bug'doyni samodan org'andek mana shunday ishlar orqali haqiqiy musulmon bilan, haqiqiy mujohid bilan, haqiqiy savrchan bilan eg'izda men jannatga ishinaman, eg'izda men oxiratga ishinaman degan odamni ayiradi, tasqaydi. Biz ma ko'zdan qargan vaqtimizda bu ishlar qarta qalbimizda isyon bo'lmaydi. Hayot qarab baqadigan bo'lsak, 20 yil ilgari Bosniyaga kishilar nima uchun bordi bilamsizlar? 20 yil ilgari kishilar Bosniyaga jihad qilish uchun bordi. U yerda ajoyib zulm bor ediki, 300 ming musulmon vahshiylarcha o'ldirilgan. Bosniyaga bir paqallar ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Qabrisi hali ham bor. Ajoyib qatl amlar bo'lgan. Shu vaqtning ko'zidan o'qsak shu hodisani xuddi bugungi kunimizga o'xshash nima uchun deymiz. Ammo bugungi kunda kishilar Bosniyaga nima uchun boradi? Sayohat uchun boradi. Demak, Alloh taolo ana shu hodislar orqali Ali Izzat Begovichga o'xshash mujohidlarni chiqardi. Nurg'unlagan savrchan kishilarni chiqardi va shundaqla nurg'un munofiqlarni oshkor qildi. Bugungi kunimizda bo'lsa kishilar sayohat uchun boradi. 20 yil ilgari kishilar Afg'onistonga nima uchun boradi? Saudiya Arabistondan, arab davlatlaridan, har yerdan Sovetga qarshi, Amerikaga qarshi jihadga boradi. Bugun kunimizda-chi har xil YouTuberlar Afg'onistonga borib, ya'ni ko'rsatib 20 yil ichida Alloh taolo nimani o'ttirg'i chiqardi? Afg'oniston urushidan ilgari kishilar Amerikani ma dunyoning qutqazuvchisi deb biladi. Afg'oniston urushidan keyin nurg'un davlatlarning pardasi ochildi. Nurg'un kishilarning pardasi ochildi. Oxirida Alloh taolo sabit turganlarga, mujohidlarga g'alabani ato qildi. Demak, bu hodisalar qarindoshlar, mushundaq bizni tasqaydi. Enga tasqaydi, menga tasqaydi. Kim savrchan, kim ma zolimning kuchiga ishinib ketib, zolimning kuchidan qo'rqib ketib, zolimga moyil bo'lib qoladi. Buni ayiradi. Hammasi bir imtihon. Demak, biz hayotning ma'nosini to'g'ri tushungan vaqtimizda, to'g'ri qarg'an vaqtimizda mana shunday hodisalarni va shundaqla beshimiz kelgan musibatlarni to'g'ri tushunaymiz. Hayotning ma'nosini Alloh subhanahu va taolo bizga nihoyat go'zal shaklda, nihoyat to'g'ri shaklda bizga bergan. Aql egalari buni izlab islomdan topgan bo'lsa, uning qalbi orom topadi. Ammo islomdan topmagan bo'lsa, vaqtlik orom topganda qilgan bo'lsa-mu, yana qalbi orom topmaydi, yana hayotdan xushallik
topolmaydi. Endi yuqorqi ishlarning hammasining xulosasi nima? Masalan, yuqorqi biz deb o'tgandek hadislarda savr qiluvchilar, mujohidlar va shundaqlar beshimiz kelgan xususiy musibatlarda iqtisodiy ziyon bo'lsin, jon kelgan musibatlar bo'lsin, hammasida bu savr qilishimiz nim deb atildi desanglar, bu qulchilik qilish deb ataladi. Bu Allohga ibodat qilish deb ataladi. Mana bu bizning mohiyatga yaratilish g'oyamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men ma inson va jinni ma dunyoga faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Meni tunusin uchun, meni tunib menga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Allohga ibodat qilish xususiy shaklda bizning namoz o'qishimizdan boshlansa, chungi mana shunday hadislarning hammasini to'g'ri tushunish, bir odamning men ma xarob qilmay, o'zimning quliga tayinib ishlay va shundaqlar musulmonlar kuchlansin deb bir o'quvchining o'qishi va shundaqlar musulmonlarning tushunishi uchun, izzati uchun, jaholatning qutilishi uchun va shundaqlar Alloh roziligi uchun qilgan har qanday bir ish u musulmonga nisbatan qulchilik. Va shundaqlar hadislarni to'g'ri o'qish, hadislarga to'g'ri baho berish, hadislarni to'g'ri qarash u musulmonga nisbatan bir qulchilik. Mana shundaq beshimiz kelgan musibatlarni to'g'ri tushunishmi u musulmonga nisbatan bir qulchilik. Bir odamning oilasini beqishimi bir qulchilik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sahobalari bilan bunda ketyapti. Bir odamning japa tortib ishlayotganligini ko'rdi sahobalar. Ko'rib bir sahoba bunday dedi: "Bu odam bek japa tortib ishlayotibdi. Mushu japasini bir Alloh yo'lida qilgan bo'lsa" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom nima dedi? Agar ma odam mushu japasini oilasini beqish uchun, ota-onasini beqish uchun, bolasini beqish uchun qilgan bo'lsa, u Alloh yo'lida ish qilgan bo'ladi dedi. Demak, bir odam Allohning roziligini mengasga pukkandan keyin u odam odatdagi bir ish qilgan bo'lsa-mu, shu niyat e'tibori bo'yicha u Allohga qulchilik qilgan bo'ladi. Demak, biz o'zimizning hayotdagi g'oyasi, hayotning ma'nosini mana bu shaklda tushungan vaqtimizda bizda haqiqiy bir mu'minlik salohiyati yetilgan bo'ladi. Va shundaqla bizda hayotga nisbatan to'g'ri qarash yetiladi. Beshimizga qanday musibat kelsin, biz o'zimizni yo'qotib qo'ymaymiz. O'zimizni hech qanday bir xorliqqa tushirib qo'ymaymiz. Masalan, Imom Azamniki bunday bir voqelik va Imom Azamning qashiga bir odam kelib deydi: "Ey Imom Abu Hanifa, sizning mollaringiz kimida cho'kib ketibdi" deydi. Imom Azam alhamdulillah deydi. Yana bir odam birdan to'xtab kelib: "Ey Imom Abu Hanifa, u cho'kib ketgan sizning meningiz emas ekan, boshqaning meli ekan" degandan keyin yana alhamdulillah deydi. So'raydi: "Siz meningiz cho'kib ketibdi desam, alhamdulillah dedingiz. Bu sizning meningiz emas ekan desam, alhamdulillah dedingiz. Nima uchun o'xshash javobni berasiz?" deganda, men tunji qatim meningiz cho'kib ketibdi degan vaqtimda qalbimga shunday bir qaradim, qalbimda hech qanday bir og'rish bo'lmadi. Ya'ni, malni Alloh berdi, Alloh apto deb rozi bo'ldim. Mening melim emas ekan bilgandan keyin yana alhamdulillah dedim. Chunki mening melim saqqabdi, uning ham alhamdulillah dedim deydi. Demak, mu'min mana shunday har bir musibatda olsun, har qanday bir ishga nisbatan Alloh yomonlikni iroda qilmaydi. Buningda bir hikmat bor deb uning to'g'ri qarayolgan vaqtida mana bu hayotni to'g'ri tushungan bo'ladi va shundaqla Alloh subhanahu va taologa loyiqida hamd aytalaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zini Qur'on Karimda 10 netiyada o'zining Hamid ekanligini o'ttirib qo'ydi. Ya'ni madhiyaga loyiq zot ekanligini o'ttirib qo'ydi. Biz har kun namozimizda alhamdulillah deymiz. Butun madhiyalar Allohga xosdir deymiz. Chunki Alloh taolo haqiqatan bütün medihaga loyiq zot. Allohning bütün medihaga loyiq zot bo'lishining birinchi sababi nima? Bizga islomdan iborat bir ne'matni ato qilganlik. Bizga hayotning ma'nosini tushuntirib beradigan, hayotda kelgan musibatlarning ma'nosini bizga to'g'ri shaklda o'tirib qo'yib beradigan, bizning hayotda qanday yashashimizni bizga bildiradigan, bizning kim ekanligimizni bildiradigan, hayotning xarakterini bizga tushuntirib bergan, Qur'onni tushirganligi va bizga islomni berganligi Alloh subhanahu va taoloninki medihaga loyiq zot ekanligining birinchi alomati. Bu sababni Alloh subhanahu va taolo alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab deb bizga o'rgatyotdi. O'zining bandasiga qanday yashashni, hayotning ma'nosini bildirgan Alloh subhanahu va taologa butun hamdlar bo'lsin deydi. Agar bizga Alloh subhanahu va taolo islomning iborat bu hidoyatni bermagan bo'lsa, bizmi xuddi kofirga o'xshash hayotda azoblandik. O'ylab boqinglar, kofirning kallasidan qaragan vaqtida bir odam shunda o'lsa, tuproqning ostiga kirsa, uning jasadlarini qurt qo'ng'izlar yeydi, mollarini bo'lsa balvoqalar o'lishadi. Ajoyib bir ichinishlik emasmi? Haqiqatan ichinishlik. Ammo bir musulmonning kallasida bir odam o'lgandan keyin uning jasadi faqat kiyimga o'xshash. Biz kiyimni solamiz kechda yata vaqtimizda. Dal shunga o'xshash badani, u kiyimga o'xshash, ammo ruhi yana mavjud. Ruhi yana bir dunyoda. Bir odam asla mangu o'lmaydi. Faqat ma dunyodan yana bir dunyoga yo'tkiladi. Bizning o'lim deb atag'animiz ma dunyodan yana bir dunyoga yo'tkilish. Xuddi onamizning rahmidan ma dunyoga tushganga o'xshash, ma dunyodan o'lib yana bir dunyoga ketishimizmi? Shunga o'xshaydi. Balkim tug'ilishdan ilgari bu vaqt onasining rahmidan oylishdan qo'rqishi mumkin. Chunki o'zi bilmaydigan bir dunyoga tug'iladi. Biz insonlarning o'limdan qo'rqishi shunga o'xshaydi. Qo'rqimiz o'limdan. Ammo u yana bir hayotda agar biz shunga loyiq yashagan bo'lsak, buningdan go'zal hayot bizni saqlab turadi. Shunga bir mu'minga nisbatan o'lim qo'rqinchli emas. Ayrilish, butunlay ayrilish emas. Hammasi vaqtliq
ayrilish. Buni bizga kim o'rgatgan? Alloh subhanahu va taolo o'rgatgan. Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobi orqali o'rgatgan. Biz mana shunday o'gitlar orqali qalbimizga xushonlik bag'ishlaymiz. Uchirgan musibatlarimizga ma'no beramiz. Bu sababdan deymizki, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitob. O'zining bandisi Muhammad alayhissalomga kitob tushirgan Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin. U kitobda hech qanday bir qing'irlik, ya'ni ixtilof, hech qanday bir ziddiyat yo'q. Alhamdulillahi robbil alamin. Bu olamlarning Robbiga butun madhiyalar bo'lsin. Alhamdulillahillazi hadana li hada. Bizni islomga hidoyat qilgan Allohga butun hamdlar bo'lsin. Chunki biz islom orqali ma dunyoning mohiyatini bildik. Ma islom orqali nurg'ulg'an narsalarningki ma'nosini bildik. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo madhiyaga loyiq. Va shundaqla alhamdulillah butun madhiya Allohga xos. Nima uchun? Alloh subhanahu va taolo bizga Ar-Rahman ajoyib shafqatli. Hatto Alloh subhanahu va taolo shunday shafqatliki, o'zini inkor qilgan kofirga bu dunyoda rizq beradi. Uningga rahmat qiladi. Ar-Rahim va shundaqla o'ziga ishongan mu'minlarga xos rahmat qiladi. Alloh subhanahu va taoloning buyurgan ishlarining hammasi qarasaqmi, yana Alloh subhanahu va taolo butun madihaga loyiq. Masalan, Alloh subhanahu va taolo bizni nimaga buyurdi? Xususiy shaklda bizni namozga buyurdi Alloh taolo. Namoz ma ruhimizning g'izosi u. Ma badanimizning g'izosi 3 vaqt tamoq bo'lganga o'xshash, ma namoz ruhimizning g'izosi. Biz xuddi namozni Alloh uchun o'qib bergandek o'qiymiz, tezlam o'qiymiz. Oy namozimni o'qib olay deb o'qiymiz. Ya'ni xuddi namozni o'zimizga yukdek ko'ramiz. Amaliyotda namoz bizni yukdan qutuldiradigan bizning ruhimizning uzuqi. Haqiqiy ma'nosida o'qisak. Chunki namoz Alloh bilan paranglashish. Chunki namoz Alloh bilan uchrashish. Alloh subhanahu va taolo namozni men bandam bilan o'zimning o'tirisida bo'ldim deydi. Ya'ni namoz Alloh bilan bandasi o'tirisida bo'lingan bir dialog. Hadisda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bunun tefsilatını bayan kılıp Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Eğer bir bende namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin dese, yani biz okan namazımızda bütün medhiyeler Allah xastır da bunu oka vaktimizde Allah Subhanahu wa Taala şu vaktla cevap kaytırıp benden bana medhiye okudu deydi. Er-Rahmanir-Rahim diye vakta benden bana sana okudu deydi. Maliki Yevmiddin diye vaktada benden işlerini bana tapşırır deydi. Demek her birisi Allah ile boğan diyalog bu. Lekin biz namozni haqiqiy xushu bilan ma'nisiga yetib o'qimagan bo'lg'achqa, uni bir vazif yuk shaklda ko'rib olgan bo'lg'achqa, bu uzuqni olmayotamiz. Asli biz mohiyatga yetib namozni ana shunda o'qisak, bu namozning biz uchun tushirilganligini, bizning manfaatimiz, ruhimizning g'izosi bo'lish uchun tushirilganligini ko'ralaymiz. O'ylab baqili Alloh bilan mushundaq bir paranglashgan shaklda namoz o'qisak, kunda 5 qatim bizda tushkunlik deydigan narsa bo'lamdi. Buni bir boshliqlarni ko'rsanglar qila uzoqcha xushallab qolsa. Yaratgan Alloh bilan uchrashish bu. Alhamdulillah degan vaqt Alloh subhanahu va taolo shu vaqtda yandagi farishtalarga javob qaytarib, "Bendem menga mediya o'qi" deb shu vaqtda javob qaytaradi. Bundan namoz o'qisanglar, mana shu bilan o'qib baqinglar. Ondan boshqa Allohning buyurgan har bir buyruqqa qarab baqili, u biz uchun. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo buyurgan ishlar qilgan vaqtimizda mediyaga loyiq. Masalan deylik, zakat. Zakat kim uchun? Allah achikdamda bizning zakatimizni yo'q, zakatni Alloh subhanahu va taolo ma'lum yerlarni ko'rsatdi. Shu yerga birimiz bu orqali qalbimizdagi bexillik deydigan narsani qutulamiz. Bexillik degan yomon illat. Hammani bilasizlar-ku, zakat mana shu yomon illatni bizning qutuldiradi. Va shundaqla bu zakat jamiyatni inoqlik qutuldiradi. Zakat bergandan keyin boylar bilan namratlar o'tirisida bir ziddiyat, o'chmanlik bo'lmaydi. Kim uchun ekan? Biz uchun. Ondan boshqa ro'za deymiz. Bizning irodamizni kuchlantirish uchun, nafsimizni yig'ishni o'g'itish uchun. Iroda kuchlanish har qanday bir ishda muvaffaqiyat qozonishning asosi. Kim uchun ekan? Biz uchun. Hamma ibodatlar biz uchun. Va shundaqla chekilgan ishlar qarasaqmi, Alloh taolo haqiqatan madiyaga loyiq. Chunki chekilgan ishlarning hammasi bizning manfaatimiz uchun. Alloh subhanahu va taolo nimadan chekildi? "Va la tufsidu fil ard." Zaminda buzg'unchilik qilmanglar dedi. Zaminda buzg'unchilik qilsa Allohga ziyanmi? Bizga ziyon. Alloh taolo o'g'irlik qilmanglar dedi. O'g'irlik qilsa kimga ziyon? Bizga ziyon. Zina qilmanglar dedi. Zina qilsa kimga ziyon? Ya'ni insonlarga ziyon. Haroq ichmanglar dedi. Kimga ziyon? Yana bizga ziyon. Demak, Allah subhanahu wa ta'alaning chekilgan ishlari qilgan vaqtida Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah bütün madihaga loyiq zot. Shunga alhamdulillahi ala kulli hal, har qanday ahvolda mayli Allohning buyurgan ishi bo'lsin, mayli chekilgan ishi bo'lsin, mayli ko'z oldimizda Allohning izni bilan yuz bergan ishlar bo'lsin, hamma ishlarda Allohga madhiya bo'lsin deydigan bu zikrni tilimizdan uch tutishimiz kerak. Bu zikrni biz tilimizdan uch tutgan vaqtimizda Alloh qarta qalbimizda bir so'yga paydo bo'ldi. Biz Allohdan rozi bo'lgan vaqtimizda Alloh bizdan rozi bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom "Iza ra'a ma yuhibbu", agar yaxshi ko'radigan bir narsani ko'rsa, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihat, uning ne'mati bilan yaxshilar to'liq bo'ladigan Allohga hamdlar bo'lsin dedi. Yomon ko'radigan bir ishni ko'rgan vaqtda, ya'ni bizning ko'rishimizda yomon ko'radigan bir ishni ko'rgan vaqtimizda alhamdulillahi ala kulli hal, bütün ahvolda Allohga hamdlar bo'lsin dedi. Chunki bir ish bizning irodamizni hal qilib Alloh taolo tarafidan bo'ldimi, bizga yomon ko'ringanda qilgan bilan
Uningda bir chuqum yaxshilik bor. Va shundaqla biz uningda yaxshilik bor deb gumon qilgan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo u ishni yaxshilikqa o'rib beradi. Chunki Alloh taolo hadis qudusida ana inda zonni abdi bi dedi. Men bandamning gumonining yenda dedi. Ya'ni bandam meni qandoq o'ylasa men shundaq dedi. Demak Allohni biz rahimdil, Allohni biz o'zimizga bir yaxshilik qiluvchi, bu ish orqali bizga Alloh taolo biz yaxshilik iroda qildi deb o'ylasak, Alloh subhanahu va taolo ana shundaq ishga bizni o'rib beradi. Ammo u ishlar qarta biz salbiy shaklda, salbiy pozitsiyada qarasak, Alloh subhanahu va taolo in rodiya falahur rido. Agar rozi bo'lsa, undan Alloh taolo rozi bo'ldi. Va in saxita falahu saxit. Agar norozi bo'lsa, uning qarta bir xil ichida isyon bo'lsa, Alloh taolo undan norozi bo'ldi deydi. Shunga har ahvolda Allohga hamdlar bo'lsin deydi. Biz bugun Allohning o'rgangan ismi bo'lsa Al-Hamid, ya'ni hamdiga, butun madihaga loyiq bo'lgan Alloh. Meyli buyurgan ish olsun, meyli yaratgan ish olsun, meyli cheklagan ish olsun, hammasida Alloh taolo madihaga loyiq zot. Allohning bu Hamid ismi Qur'on Karimda G'ani ismi bilan bir yerda kelgan. Innalloha g'aniyun hamid. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo behojatman va madihaga loyiq. Ya'ni Alloh taoloning hech kimga qarzi yo'q, hech kimga hojati yo'q. Shundaq turib bizga ne'mat bergan ekan, Alloh taolo haqiqatan madihaga loyiq. Innahu hamidun majid. Alloh subhanahu va taolo madihaga loyiq va ulug' deydi. Alloh taolo qaranglar, bizga muhtoj emas, ulug'. Ammo bizdek bir kichik insonga shafqat qilib nurg'un ne'matlarni berglik. Unda bo'lgan ekan, yana hamdiga loyiq. Alloh subhanahu va taolo al-valiyul hamid. Alloh taolo mu'minlarning ishlariga ega bo'lg'uvchi Alloh. Ya'ni mu'minning kuchi yetmaydigan, mu'minning kuchini halqagan ishlarda ega bo'lg'uvchi Alloh. Unda bo'lgan ekan Alloh subhanahu va taolo madihaga loyiqmi emasmi? Albatta madihaga loyiq. Al-Azizul Hamid deb aziz ismi bilan birga kelgan, ya'ni Alloh kuchlidir va madihaga loyiqdir. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ana shunday aziz bo'lganligi uchun o'zininki valilariga, mu'minlarga o'zining aziz sifatida yordam beradi. Unda yordam bergan ekan Alloh subhanahu va taolo yana hamdiga loyiq. Demak, biz Alloh subhanahu va taoloning Al-Hamid ismidan birinchi o'rganadigan narsamiz nima desanglar, Allohning har vaqt madihaga loyiq zot ekanligini bilish. Mayli buyurgan ish olsun, mayli ko'zimizga yaxshi emasday Alloh taolo tarafidan bo'layotgan ishlar bo'lsin, madihaga loyiq. Insonning aqli degan qancha aql balla. Dadangning qilganini to'g'rishni bilmaysizlar. Dadangning sizga shunday kunab bir ish qilsa, bu dadam unda qiladi, dadam bunda qildi deysizlar. Ammo cho'ng'andan keyin hanim bo'lsa dadam unda qilibdi ekan, hanim bo'lsa bunda qilibdi ekan deysizlar. Demak, bir dadu bilan balning o'tirisining aqlda shunchak farq bo'lgan yerda, dadu bilan balning o'tirisidagi ishlarning o'rinlashtirishida, balning tushunmasligida shunchak farq bo'lgan yerda, Allohningki o'rinlashtirishini bizdek cheklik aqlga ega bo'lgan bir insonning tushunmasligi noyda bir tabiiy. Shunga qanday qilamiz? Alhamdulillah. Ey Alloh, sen beshimizga keltirdingmi? Sana hamdlar bo'lsin. Har qanday ahvolda sana hamdlar bo'lsin deb bu hamdini, rozimanlikni qalbimizda to'g'rilishimiz kerak. Allohning eng yaxshi ko'rgan ishi nima desa, bandininki Allohdan rozi bo'lishi. Shunga Alloh mendan rozimidir deganlar o'zinglarning qalbiga qarab boqinglar. Sizlar Allohdan rozimi? Agar sizlar Allohdan rozi bo'lsanglar, Alloh sizlardan rozi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda: "Va ma min shay'in ahabbu ilalloh min al-hamd." Allohga hamdidimmi, madhiyadimmi, rozimanlikdimmi, suyumlik bir narsa yo'q deydi. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom namozning oxirida har kunisi 33 qatim Allohga hamd aytadi. Ya'ni eg'izda hamd aytadi. Qalbida hozir qilib turib hamdini eg'izda aytadi. Endi yaxshi ko'radigan ishlarda hamd aytamiz, yomon ko'radigan ishlarda hamd aytamiz. Endi yaxshi ko'radigan bir ish bo'lgan vaqtda alhamdulillah degan vaqtda, ya'ni u yaxshi ko'radigan ishlarga men erishdim. Masalan, bir iqtisod qilishgan bo'lsak, men erishdim demak, alhamdulillah bu iqtisodni menga Alloh beribdi. Bu imtihondan Allohning fazlidan o'tibdimi deb, uni Allohga nisbat bergan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo u bergan ne'matidan bakrak xursand bo'ladi deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda: "Ma an'amallohu ta'ala ala 'abdin ni'matan faqal alhamdulillah illa kana allazi a'ta afdal mimma akhadha." Payg'ambar alayhisalom qanday bir bandasiga ne'mat bersa, u banda alhamdulillah desa, alhamdulillah degan degan gap, alhamdulillah degan gap, ma ne'matga men harakat qildim, lekin Alloh berdi deb uni Allohga uylash. Mushundaq uni Allohga uylagan vaqtimizda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom u olgan ne'matdan afzaldir deydi. Ya'ni Alloh taolo uningga shu alhamdulillah deyishini bu bergan ne'matidan ko'proq afzal ko'radi deydi. Bir mu'min bilan kofirning farqi nima? Qanday bir ne'mat kelsa, mu'min alhamdulillah deydi. Ya'ni bu Alloh taolo tarafdan deydi. Kofirchi innama utituhu ala ilmin deydi. Ya'ni Qarun nim dedi, Alloh taolo berdi men ne'matni shukr qilganim dedi. Innama utituhu ala ilmin andi. Men erishdim dedi. İnsanning qanchalik kuchi va qanchalik aqli va shunga har bir erishgan ne'matimiz qarta alhamdulillah deyishimiz kerak. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning duolar qaydigan bo'lsak, hamdini o'z ichiga olgan duolar intayin ko'p. Biz birlikda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hamdini o'z ichiga olgan duolarni qilamiz va
söhbetimizni şunun bilan oxirlashtiramiz. Alhamdulillahillazi kafana va avana va at'amana va saqana fakam mimman la kafiya lahu va la ma'wa. Bizga kifoya qilgan, bizni panohlantirgan, bizga yemak-ichmak bilan rizqlantirgan Allohga hamdlar bo'lsin. Nurg'un kishilarning kifoya qilg'uvchisi yo'q, panohlantiruvchisi yo'q. Bizga Alloh subhanahu va taolo rizqlarni berdi, bizga hidoyatlarni berdi, bizga o'zi kifoya bo'ldi. Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlar bo'lsin. Alhamdulillahillazi at'amana va razaqana min g'ayri havlin minna va la quwwa. Bizning kuchimiz yetmaydigan narsalarni bizga rizq qilib bergan, bizga taom qilib bergan, bizga suv qilib bergan, yemak-ichmak qilib bergan Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin. Alhamdulillahillazi manna alayna bizga nurg'unlagan yaxshiliklarni ato qilgan, nurg'un rizqlarni ato qilgan, zolimlarning qo'lidan qutuldirgan Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin. Alhamdulillahi adada ma xalaq. Yaratgan bütün maxluqotlarning sonichilik Allohga hamdlar bo'lsin. Va bundan keyin yaratadigan bütün maxluqotlarning sonichilik Alloh taologa hamdlar bo'lsin. Arishining eg'irligichilik Allohga hamdlar bo'lsin. Va so'zlarininki sonichilik Allohga hamdlar bo'lsin. Har narsaning sonichilik Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning tahajjud o'qiydigan duosini birlikda o'qiymiz. Allohumma lakal hamdu anta qayyimus samawati val ard. Ey Alloh, barliq madihiyalar sana bo'lsin. Osmon va zaminning igedarchiligi, hukmdorligi bo'lsin sen desan ey Alloh. Va osmon zamindagi narsalarning butun hukmdorligi, igedarchiligi bo'lsin sen ey Alloh. Va lakal hamdu, sana butun madihiyalar bo'lsinki, sen bo'lsang osmon va zaminning podshohi va osmon zamindagi narsalarning podshohi. Va lakal hamdu, sana butun madihiyalar bo'lsin. Anta nurus samawati val ard. Sen osmonlarning va zaminning nuri. Va lakal hamdu, sana butun madihiyalar bo'lsin. Antal haq, sen bo'lsang haqiqatsan ey Alloh. Va'dang haq, ya'ni jannatdan iborat va'dang haq, zolimlarga, kofirlarga beradigan do'zaxdan iborat va'dang haq. Seni ko'rishimiz haq, sen bilan uchrashishimiz haq, o'lim haq, sening so'zlaring haq, jannat haq, payg'ambarlar haq, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom haq, qiyomat kuni haq. Sana barliq madihiyalar bo'lsin ey Alloh. Bizni hidoyat qilganliging uchun, bizga Qur'ondan iborat bir kitob berganliging uchun, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan iborat bir payg'ambar avatganlik uchun sana madihiyalar bo'lsin ey Alloh. San sanoqsiz ne'mat berganliging uchun hamdlar bo'lsin ey Alloh. Zolimlarning ichidan bizni sanoqli shaklda qutuldirib chiqqanliging uchun, bu erkin dunyoda bizni xohlagancha ibodat qila oladigan, nima ish qilsak qila oladigan bu shunday dunyoga elib chiqqanlik uchun sana hamdlar bo'lsin ey Alloh. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.